Songi bor yoxud kechir 2-114 qism shunday nuqtaga yaqinlashmoqdaki, bitta sirning ochilishi butun oilaning taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin. Sodiqboy nazokatga tobora ko'proq ishonayotgan bir paytda, Afzalbek esa haqiqatga yanada yaqinlashmoqda. Manzuraning qaytishi, shubhalarga to'la Seyf va Zarina bilan Azam o'rtasidagi munosabatlar barcha tarangliklarni bir nuqtaga olib kelmoqda. Menimcha, bu hikoyadagi eng katta burilishlardan biri bo'lishi mumkin, chunki hissiyot bilan qabul qilingan bitta qaror butun oilaning kelajagini o'zgartirib yuborishi ehtimoldan xoli emas. Meni eng ko'p xavotirga solayotgan narsa Sodiqboyning nazokatga yana bir marta ishonishi emas. Balki u shu ishonchni butun oilani tayyor bo'lmagan qaror oldiga olib keladigan darajaga olib chiqishi mumkinligidir. Menimcha, Sodiqboy hozir juda nozik holatda turibdi. Unga shunchaki qarov kerak emas, u hali ham kimdir uni qadrlashini, unga mehr berishini his qilishni xohlaydi. Nazokat esa aynan shu bosh joyga kirib borgan odamga o'xshaydi. Shuning uchun uyda kimdir uni yana shubha ostiga olsa, Sodiqboy buni ogohlantirish sifatida emas, balki haqorat sifatida qabul qilishi mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, u hammaning oldida ochiqchasiga nazokat tomoniga o'tib ketishi ehtimoldan xoli emas. Shunchaki bir-ikki ogiz himoya gapini aytish emas, balki aniq qilib, bundan buyon kim nazokatga tegsa, menga tegadi deb aytishi mumkin. Bunday gap Afzalbekni juda og'ir vaziyatga solib qo'yadi. Chunki u qancha ko'p qarshilik ko'rsatsa, otasining qolgan xotirjamligini buzayotgan odamga o'xshab ko'rinadi. Menimcha, bu juda og'riqli hissiy tuzoq. Afzalbek haq bo'lishi mumkin, lekin unga ishonishmasligi ham mumkin. U rost gapirayotgan bo'lishi mumkin, lekin noto'g'ri paytda aytilgan haqiqat ham odamlarning quloqiga yoqmaydi. Nazokat esa katta ish qilishi ham shart emas. U jim turadi, o'zini jabrlangandek ko'rsatadi, qolganini esa Sodiqboyning o'zi uning o'rniga bajaradi. Agar voqealar yanada uzoqqa ketsa, Sodiqboy nazokatga kalitlarni, hujjatlarni yoki mulkning bir qismini nazorat qilish huquqini topshirishi mumkin. O'sha paytdan boshlab u endi shubha ostidagi ayol bo'lib qolmaydi. U ishonch bildirilgan odamga aylanadi. Nazokatdek aqlli ayol uchun esa uy ichida vaqt va mavqe paydo bo'lsa, vaziyatni o'z foydasiga burish imkoniyati ham ortadi. Meni xavotirga soladigan jihat shuki, o'sha qarordan keyin bu uyda odamlar bir-biri bilan mehr orqali emas, shubha orqali gaplasha boshlashi mumkin. Hamma bir-biridan ehtiyot bo'ladi. Hamma boshqasining ortida qandaydir maqsad bor deb o'ylaydi. Sodiqboy esa o'zini begunoh odamni himoya qilyapman deb hisoblaydi. Afzalbek esa ko'z o'ngida xavfli eshik ochilayotganini ko'radi. Nazokat bo'lsa, ehtimol juda yaxshi tushunadi. Agar u Sodiqboyning yuragida qolsa, odamlar o'ylagandan ham ko'proq narsani qo'lida ushlab turadi. Agar shu sahna rostdan ham yuz bersa, keyingi voqealar uchun bu juda katta burilish bo'lishi mumkin. Hech kim birdaniga hamma narsadan ayrilmaydi. Lekin oiladagi ishonch asta-sekin yorila boshlaydi. Ishonchda bir marta dars paydo bo'lsa, savol endi nazokatga ishonish mumkinmi degan joyda qolmaydi. Savol shunday bo'ladi: Sodiqboy o'z yaqinlarini o'zidan uzoqlashtirib yuborayotganini vaqtida anglay oladimi? Sodiqboy endigina nazokat tomonida ochiq turib, butun uyni og'ir sukutga solgan paytda, boshqa bir odam juda sekin kirib kelishi mumkin, lekin havoni butunlay o'zgartirib yuboradi. Bu Manzura. U kalitni tortib olishi shart emas, stolni urib pul talab qilishi ham shart emas. Yetarlicha uzoq chidagan odam uchun ba'zan eski bir gapning o'zi ayblovdan ham o'tkirroq bo'ladi. Menimcha, Manzura shoshilib janjal ko'tarmaydi. U aynan nazokatni Sodiqboy eng qattiq himoya qilayotgan paytda o'tmishdagi bir voqeani eslatishi mumkin.
Eshitganda oddiydek tuyuladi, go'yoki eski bir xotira tasodifan tilga olingandek. Lekin nazokat yarim soniyaga to'xtab qolsa, ko'zlari bir lahzaga adashsa, atrofdagilar tushuna boshlaydi. Bu ikki ayol o'rtasida oddiy bo'lmagan bir narsa bor. Manzuraning qo'rqinchli tomoni shundaki, u darrov pul olishni istamasligi mumkin. U tan olinishni xohlaydi. Kimdir uni bu uyda bir vaqtlar oz odam bo'lganini, mehnati, ulushi, o'rni borligini, juda sovuq tarzda chetga surib qo'yilganini tan olishini istaydi. Pul bahona bo'lishi mumkin. Lekin u aslida yo'qotilgan mavqe va hech kim qaytarib bera olmaydigan yillarini talab qilayotgandek. Agar nazokat bir paytlar Sodiqboyga yaqinlashish uchun Manzuraga suyanib ish qilgan bo'lsa, kecha eshik ochgan odam bugun o'sha eshikni yopadigan odamga aylanishi mumkin. U hammasini aytib berishi shart emas. Bir nechta yarim gap aytsa yetadi. Nazokatning o'zi qo'rqsin, Sodiqboyning o'zi shubhalansin, Afzalbekning o'zi is topib ketsin. Yarim aytilgan sir ba'zan to'liq aytilgan sirdan ham xavfliroq bo'ladi. Menimcha, haqiqiy xavf aynan shu yerda. Nazokat hozir zaif, nohaq ayblangan, achinishga loyiq ayol qiyofasini saqlab qolish kerak. Lekin Manzuraning oldida bu rol ishlamasligi mumkin. Chunki Manzura uning qayerdan boshlaganini, nimalarni hisoblaganini, kimga nima va'da berganini bilishi ehtimol. Bir vaqtlar bir manfaat uchun jim turgan ikki ayol endi manfaatlar ajralishi bilanoq pichoqlarini bir-biriga qaratishi mumkin. Agar Manzura ulush talab qilsa, nazokatga rad etish qiyin bo'ladi. Rad etsa tinchligini yo'qotishi mumkin. Yon bersa, ular orasida oldin qandaydir kelishuv bo'lganini o'zi tan olgandek bo'ladi. Keyingi voqealar uchun eng chiroyli tuzoq ham shunda. Nazokat qancha pok ko'rinishga urinsa, 60 shuncha kuchliroq bosh ko'taradi. Menimcha, eng keskin zarba baqir-chaqir bilan kelmasligi mumkin. Bu juda kichik suhbat bo'lishi mumkin. Manzuraning sekingina eslatgan bitta gapi, keyin nazokatning bir necha soniya ortiqcha jim qolishi. Oilaviy dramalarda esa odatdagidan uzunroq sukut ba'zan birinchi portlashning o'zi bo'ladi. Nazokatning odatdagidan uzunroq sukutidan keyin, menimcha Sodiqboy endi boshqalarning taxminlarini eshitib jim o'tirmaydi. U juda keskin bir ish qilishi mumkin, seyfni ochadi. Kimga ishongani uchun emas, kimdan shubhalangani uchun ham emas, balki butun uyni kundan kunga o'zgartirib yuborayotgan narsani o'z ko'zi bilan ko'rishni xohlagani uchun. Agar bu sahna yuz bersa, juda og'ir bo'ladi. Kuchli musiqa ham, baqir-chaqir ham shart emas. Faqat bir seyf olib chiqiladi, kalitlar stolga qo'yiladi, keyin pul bo'g'lamlari birma-bir hammaning ko'z oldida paydo bo'ladi, shuning o'zi yetadi. Chunki o'sha lahzada hamma ilgari faqat aylanib gapirgan narsaga to'g'ridan-to'g'ri qarashga majbur bo'ladi. Men Sodiqboyni pul sanashdan ko'ra ko'proq odamlarni kuzatayotgandek tasavvur qilaman. U nazokatga qaraydi, Manzuraga qaraydi, farzandlariga qaraydi, har bir mayda harakatni ko'zdan qochirmaydi. Kim boshini juda tez eksa ham shubhali. Kim pulga uzoq qarab qolsa ham shubhali. Hatto eng oddiy ko'rinishga urinayotgan odam ham uning ko'nglini tinchita olmaydi. Ishonch dars ketgandan keyin har bir harakat belgi bo'lib ko'rinadi. Agar pul yetishmasa, xona darrov boshqa tusga kiradi. Birinchi qarash albatta nazokatga tushadi, chunki u Sodiqboyga eng yaqin va ko'p narsani biladigan odam. Manzura ham chetda qololmaydi, chunki uning 60i endigina qayta ochildi. Uydagi yaqinlari esa bundan ham og'ir holatga tushadi. Ular hech narsa olmagan bo'lishi mumkin. Lekin Sodiqboyning ularga qarashi endi avvalgidek tiniq bo'lmaydi. Lekin menimcha, eng chuqur zarba aksincha bo'lishi ham mumkin. Pul joyida. Birorta bo'g'lam yo'qolmagan. Seyf ham butun. Shunga qaramay, uy baribir ichidan buziladi.
Chunki seyf ochilgan paytda Sodiqboy sovuq bir haqiqatni sezib qolishi mumkin. Uning boyligiga faqat begona odamlar qarayotgan emas. Ozi qonim, jigarim deb atagan odamlar ham uning qancha puli borligini, qayerda saqlashini, nimalari qolganini bilishni kutib turibdi. Ba'zi lahzalarda odamni o'g'ritish uchun haqiqatning ozi shart emas. Pul ko'ringan paytda yaqinlarning ko'zidagi qarashni ko'rishning ozi ham yetadi. Shunda odam o'zini inson sifatida yaxshi ko'rishyaptimi yoki mol-mulk sifatida kuzatishyaptimi? Tushunib qoladi. Sodiqboy uchun bunday anglash pul yo'qotishdan ham achchiqroq bo'lishi mumkin. Bu sahnadan keyin seyf butun qoladimi yoki pul kamaygan bo'ladimi, baribir hech kim avvalgidek bo'la olmaydi. Afzalbek otasini yanada qattiqroq himoya qilmoqchi bo'ladi, lekin otasi uni o'zini nazorat qilmoqchi deb tushunishi mumkin. Nazokat esa bu yaradan foydalanib Sodiqboyni oilasidan yanada uzoqlashtirishi ehtimol. Manzura esa chetda turib qarasa ham, bu yoriqni keyinroq ishlatish uchun yetarlicha chuqurlashganini biladi. Eng qo'rqinchli savol endi kim pulni oldi degan savol emas. Seyf ochilgandan keyin Sodiqboy yana kimni o'z odami deb ko'ra oladi, mana shu savol havoda qoladi. Shubha va sovuq nigohlar bilan to'lib qolgan o'sha uydan uzoqlashganda, Zarina va Azamning hikoyasi go'yoki biroz yorug'roq ko'rinadi, lekin men unda ham xotirjamlikni ko'rmayapman. Chunki bu yerda sinovdan o'tayotgan narsa pul emas, balki endigina his qilishni boshlagan 2 yoshning kelajagi. Men Azam avvalgidek emasligini sezdim. U endi tanbeh eshitib bosh egib qo'ya qoladigan bola emas. U o'qishga ko'proq e'tibor bera boshladi, yaxshiroq bo'lishni istayapti. Odamlar uni qanday ko'rishdan ko'ra o'zini qanday o'zgartirish haqida o'ylayapti. Va bu o'zgarishning markazida Zarina turibdi. Ba'zan odamga faqat bitta insonning ishonchi kerak bo'ladi. Shunda u o'z hayotini boshqacha qurishni xohlab qoladi. Lekin aynan shu chiroyli o'zgarish kattalarni xavotirga sola boshlaydi. Pari Zarinani o'g'lini to'g'ri yo'lda ushlab turadigan qiz sifatida ko'ryapti. Zulfi opa esa uzoqroqni o'ylayapti. U qizining his-tuyg'ular sabab o'qishdan chalgib qolishidan, orzulardan uzoqlashib ketishidan qo'rqadi. Menimcha, bu yerda hech kim to'liq noto'g'ri emas. Pari o'g'lining yaxshi tomonga o'zgarishini xohlaydi. Zulfi opa esa qizining mustahkam kelajagini asrashga urinadi. Ammo ikki ona ham farzandini himoya qilaman deb o'ylayotgan bir paytda, ular bilmagan holda Zarina va Azamni tanlov qilishga majbur qilishi mumkin. Eng keskin nuqta Zarinaga Azam bilan uchrashishni taqiqlash bo'lishi ehtimol. Oddiygina taqiq hayotda juda ko'p uchraydigan gap. Lekin yosh yurak uchun bu uning his-tuyg'ulari inkor etilgandek tuyuladi. Va agar Azam birinchi marta sukut saqlamasa, bosh egmasa, voqea boshqa tomonga buriladi. Kattalar buni qaysarlik, hatto xavfli qarshilik sifatida qabul qilishi mumkin. Menga eng achinarlisi shuki, bu 2 yosh hali o'z his-tuyg'ularini himoya qilish uchun yetarlicha katta emas, lekin ulardan kattalardek javobgarlik talab qilinmoqda. Zarina o'zidan so'rash kerak bo'ladi. Men Azamning yaxshi tomonga o'zgarishiga yordam beryapmanmi yoki hali pishib yetilmagan bir tuyg'u uchun o'z kelajagimni xavf ostiga qo'yapmanmi? Azam esa bundan ham qiyin savolga duch keladi. Men o'zgarayotganim rostmi yoki shunchaki Zarinani yo'qotishdan qo'rqyapmanmi? Menimcha, keyingi voqealar ularni shoshqaloq qarorlar tomon itarishi mumkin. Yashirin uchrashuvlar, oiladan sir saqlash yoki yoshiga nisbatan juda katta va'dalar berish. Bularning barchasi ehtimoldan xoli emas. Va yosh odamlar juda tez ulg'ayishga majbur bo'lganda, eng katta xavf noto'g'ri sevishda emas, ular o'zlari to'g'ri deb bilgan narsani himoya qilish uchun noto'g'ri yo'lni tanlashdadir. Zarina va Azam hali yoshlarga xos taqiqlar ichida yo'l topishga urinayotgan bir paytda,
kattalar tarafida Afzalbek butunlay boshqa bir lahzaga yaqinlashishi mumkin. U haqiqatga yetdim deb o'ylaydi. Lekin o'sha haqiqat bir nafasga kechikib kelganini tushunib qoladi. Men Afzalbek dalilni juda oson tasodif bilan topadi deb o'ylamayman. Ehtimol, u mayda bo'laklarni bir-biriga ulaydi. Manzuraning kutilmagan paytda paydo bo'lishi, nazokatning og'zidan chiqib ketgan bir gap yoki uning Sodiqboy pullarni qayerda saqlashini juda yaxshi bilishini ko'rsatadigan belgi. Bu mayda narsalar alohida turganda yetarli emas. Lekin bir joyga yigilganda ular shakl ola boshlaydi. Menga eng og'ir tuyuladigan joyi shuki, Afzalbek qancha ko'p ishonch hosil qilsa, shuncha yolg'iz qolishi mumkin. U haqiqatga yaqinlashayotganini biladi, lekin Sodiqboyning ko'zida u otasining tinchligini buzish uchun kovlashayotgan odamga o'xshaydi. Bu juda noqulay qarama-qarshilik. Qutqarmoqchi bo'lgan odam bezovta qiluvchi bo'lib ko'rinadi. Ogohlantirayotgan odam esa mehrsiz odamdek qabul qilinadi. Agar Afzalbek dalilni aynan Sodiqboy nazokatga ishonchini topshirgan paytda ko'rsatsa, hammasi teskari ta'sir qilishi mumkin. Sodiqboy dalilga hushyor tortish imkoniyati sifatida qaramaydi. U buni hujumdek qabul qiladi. Odam kimnidir hissiyot bilan himoya qilishga qaror qilgan bo'lsa, avval gapning mazmunini emas, ohangini, munosabatni eshitadi, keyin esa o'zini siqishyapti deb xulosa qiladi. Menimcha, nazokat bu boshliqni qo'ldan chiqarmaydi. U qattiq inkor qilishi shart emas. Faqat Sodiqboyga charchagan ko'zlar bilan qarab, men sabab oilangiz notinch bo'lishini istamayman deganga o'xshash bir-ikki gap aytsa kifoya. Shunda Afzalbek uni azoblayotgan odamga aylanishi mumkin. Ba'zan yumshoq aytilgan gap janjaldan ham xavfliroq bo'ladi. Eng keskin lahza Afzalbek dalilni stolga qo'ygan paytda kelishi mumkin. Sodiqboy esa uni hammaning oldida chetga suradi. Qog'oz yirtishi shart emas. Biror narsani uloqtirish ham shart emas. Faqat men endi eshitishni xohlamayman desa yetadi. Afzalbek uchun bu deyarli ruhiy mag'lubiyat bo'ladi. Chunki u muammo endi ko'proq dalil topishda emasligini tushunadi. Muammo shundaki, eshitishi kerak bo'lgan odam eshikni ichkaridan yopib olgan. O'sha lahzadan keyin Afzalbek yo'lini o'zgartirishga majbur bo'lishi mumkin. Endi Sodiqboy bilan ochiq to'qnashmaydi, balki uni ishontira oladigan boshqa odamni qidiradi yoki nazokatning o'zi xato qilishini kutadi. Lekin kutish ham bir tavakkal. Chunki har o'tgan kun nazokatga o'z o'rnini yanada mahkam ushlab olish uchun vaqt beradi. Menimcha, keyingi voqealarning eng achchiq joyi shunda. Haqiqat juda yaqin bo'lishi mumkin, faqat u endi o'ziga ochilmaydigan eshik oldida turib qoladi. Afzalbek Sodiqboy ichkaridan qulflab olgan eshik oldida turgan paytda nazokat butunlay boshqacha zarba berish yo'lini tanlashi mumkin. Endi tortishmaydi. Endi gap bilan yutishga urinmaydi. U shunchaki kichkina sumka tayyorlaydi, yurakka tegadigan bir necha gap aytadi va uydan eng ko'p yaralangan odamdek chiqib ketadi. Menimcha, eng xavfli yurish aynan shu. Chunki shubha ostidagi odam qochsa, uni ortidan quvib, aybini ushlash osonroq. Lekin o'z qadrini bilgan odam haqoratga chiday olmay ketayotgan bo'lsa, boshqalarda aybdorlik hissini uyg'otishi mumkin. Nazokat Sodiqboyga og'irlik bo'lishni istamasligini, u sababli ota-bola orasiga sovuqchilik tushishini xohlamasligini, har bir nigoh uni yomon odamdek ko'radigan uyda yashay olmasligini aytishi mumkin. Bu gaplar juda yumshoq eshitiladi, lekin aynan shu yumshoqlik odamni eng ko'p chorasiz qoldiradi. Agar Sodiqboy bu gaplarni eshitsa, u faqat nazokatning ketayotganini ko'rmaydi. U butun oila unga qarshi turgan bir paytda yonida qolgan yagona odamni yo'qotayotgandek his qiladi. Hozirgi kayfiyatida esa tashlab ketilish qo'rquvi Afzalbek keltirgan har qanday dalildan kuchliroq bo'lishi mumkin.
Eng keskin sahna nazokat darvozadan chiqayotgan, Sodiqboy esa ortidan chaqirib qolayotgan paytda yuz berishi mumkin. Butun oila qarab turadi. Hech kim ortiqcha gap aytishga jur'at qilmaydi, chunki kim uni to'xtatmoqchi bo'lsa, Sodiqboyning ko'zida yanada shafqatsizroq ko'rinadi. Afzalbek bu tuzoq ekanini darrov tushunishi mumkin, lekin uni gazab bilan buzolmaydi. Chunki u qancha jahli chiqsa, shuncha yutqazadi. Agar Sodiqboy hammaning oldida nazokatni to'xtatib qolsa, hammasi teskari tomonga buriladi. Endi u izoh berish kerak bo'lgan ayol emas, balki qolishi so'ralayotgan ayolga aylanadi. Shubha ostidagi odamdan Sodiqboyning obro'si bilan himoya qilinadigan odamga aylanadi. O'sha paytda oila faqat nazokatdan shubhalanish huquqini yo'qotmaydi. Ular Sodiqboyning yuragiga yaqinlashish huquqini ham yo'qotadi. Menga eng og'ir tuyuladigan joyi shuki, nazokat darrov hech narsa olishi shart emas. Seyfni ochishi shart emas. Hujjatga qo'l qo'ydirishi ham shart emas. U faqat Sodiqboyni hammaning oldida o'zini tanlashga majbur qilsa bo'ldi. Bu tanlov bir marta aytilgandan keyin, keyingi kunlarda u endi ishonch so'ramaydi. U ishonchni qalqon kabi qo'lida ushlab turadi. O'sha lahzadan keyin Afzalbek bu kurash boshqa darajaga o'tganini tushunadi. Otasini qutqarish uchun u endi faqat nazokatning noto'g'riligini isbotlashi yetmaydi. U Sodiqboyning o'zi oilasidan uzoqlashtirilayotganini anglashiga yo'l topish kerak. Lekin bu eng qiyin ish. Chunki hissiyot ichiga chuqur kirib ketgan odam o'zini boshqarilyapman deb o'ylamaydi. U o'zini sevayapman, achinyapman, himoyaga loyiq insonni himoya qilyapman deb hisoblaydi. Ehtimol, keyingi qism juda sovuq bir manzara bilan yakunlanadi. Nazokat uyga qaytib kiradi, lekin kechirilgan odamdek emas. Bir o'yinda g'olib chiqqan odamdek. Uning ortida esa butun oila asta-sekin tushuna boshlaydi. Ular faqat mol-mulkni yo'qotishdan qo'rqmayapti. Ular Sodiqboyni ham yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Hatto u hali ham o'z uyida o'tirgan bo'lsa ham, so'nggi bor yoxud kechir 214 qism sharhini yakunlar ekanman. Menimcha bu endi bitta sir atrofidagi voqea emas. Bu bir oila ichidagi juda og'riqli ishonch sinoviga aylandi. Bu yerda pul, ishonch, o'tmish va yolg'izlik bir vaqtda har bir odamni o'z tinch joyidan chiqarib yuboryapti. Sodiqboy eng katta xatoga yaqinlashayotgan bo'lishi mumkin. U hamma belgilar shubha uyg'otayotgan paytda nazokatni himoya qilishni tanlayapti. U o'zicha mehribon, gamxo'r ayolni asrayapman deb o'ylaydi. Lekin balki aynan shu ishonch eng xavfli eshikni ochib berayotgandir. Odam uzoq vaqt yolg'iz qolsa, ba'zan pulga aldanishdan ko'ra, kimdir unga hali ham muhtoj ekanini yo'qotishdan ko'proq qo'rqadi. Nazokat esa agar rostdan ketib qolayotgandek qilib, o'zini ushlab qolishga majbur qilsa, bu juda sovuq yurish bo'ladi. Tashqaridan qaraganda bu g'urur, ranjish, Sodiqboyga yuk bo'lmaslikdek ko'rinadi. Lekin ichida hissiyot orqali tekshirish bo'lishi mumkin. Agar Sodiqboy uning ortidan chiqib, uni qaytarib qolsa, oilaning barcha shubhalari ancha kuchsiz ko'rinib qoladi. Savol ostidagi ayoldan nazokat uyda qolishi so'ralayotgan odamga aylanishi mumkin. Manzuraning paydo bo'lishi ham hammasini yanada og'irlashtiradi. U shovqin ko'tarishi, darrov pul talab qilishi shart emas. O'tmish haqida eslatilgan bitta gapning o'zi nazokatni to'xtatib qo'yishga yetishi mumkin. Bir paytlar birga jim turishi mumkin bo'lgan ikki ayol endi bir-biriga ehtiyotkor nigoh bilan qaray boshlasa, tomoshabin ham tushunadi. Haqiqiy sir balki seyf ichida emas, balki hali aytilmagan eski kelishuvlarda yashiringandir. Sodiqboyning seyfi ham juda o'ylantiradigan ramzga aylanadi. Agar pul yetishmasa, butun uy shubha bilan portlaydi. Lekin pul joyida bo'lsa ham, yoriq paydo bo'lishi mumkin.
Chunki pul chiqarilgan paytda har bir odamning ko'zidagi qarashni ko'rib, Sodiqboy ozdan so'ray boshlashi mumkin. Kim meni rostdan yaxshi ko'radi, kim esa faqat men zaiflashadigan kunni kutyapti. Boshqa tomonda Zarina va Azam hikoyaga yumshoqroq tuyg'u olib kiradi, lekin bu ham yengil emas. Ikki yosh bir-biriga chin ko'ngildan yaqinlashayotgan bo'lishi mumkin, ammo kattalar ularni qo'rquv, umid va erta hisob-kitoblar ichiga tortib yuboryapti. Pari o'g'lining yaxshi tomonga o'zgarishini xohlaydi. Zulfi opa esa qizining kelajagi mustahkam bo'lishini istaydi. Hech kim to'liq noto'g'ri emas. Lekin mehr haddan tashqari nazoratga aylansa, bolalar ulg'ayishni jarohat orqali o'rganib qolishi mumkin. Shundan keyin eng katta savol ochiq qoladi. Sodiqboy kech bo'lmasdan hushyor tortadimi yoki nazokatni himoya qilaman deb o'z oilasidan uzoqlashishda davom etadimi? Afzalbek otasini qutqarish uchun yetarlicha sovuqqon bo'la oladimi yoki shoshqaloqligi uni aynan hissiy tuzoqqa olib kiradimi? Manzura adolat izlab qaytdimi yoki u ham o'zining alohida savdosiga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Men bu voqealardan eng aniq ko'rgan saboq shuki, hayotda ishonch juda qadrli, lekin ishonch korkorona bo'lmasligi kerak. Oila ham shunday. Mehr nazorat degani emas. Ogohlantirish esa har doim qarshilik degani emas. Ba'zan eng qiyini haqiqatni aytish emas, balki uni sevgan odamingiz eshitishga tayyor bo'ladigan tarzda yetkazishdir. Songi bor yoxud kechir 214 qism haqidagi ushbu tahlilni kuzatganingiz va keyingi voqealarni birga kutayotganingiz uchun barchangizga rahmat. Sizningcha hozir eng xavfli odam kim? Nazokat, Manzura yoki Sodiqboyning yolg'izligimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, taassurotlaringiz bilan bo'lishing, like bosing, ulashing, kanalga obuna bo'ling va keyingi kutilmagan burilishlarni birga kutib qolamiz.